İkinci Cumhuriyetning efsanevi kahramoni Nur Batur. Nur Baturning bizga tonish bo'lgan ismi Nur Obulov bo'lib, to'liq ismi Nur Muhammad Tursuntay Obul Hasanov edi. U 1919-yili 8-aprel kuni Qashdaryo vodisidagi Jilan Qapirg'a qishlog'ida dunyoga kelgan. Uning otasi aslida shu yerdagi eng mo'tabar kishilardan edi. Yangingshin 1919-yili Oq O'ruslarning Sharqiy Turkistonning shimolidagi shaharlarga besib kirayotganligini bahona qilib, elini markaz qilgan Sharqiy Turkistonning shimoliy viloyatlarini qo'shni ellar bilan bo'lgan butun iqtisodiy va ijtimoiy aloqalarini uzib tashlagan. Oqibat elidagi chorvadorlar va tijoratchilar tabiqasi og'ir darajada xonavayron bo'lib ketgan. Nur Baturning oilasimi shularning biri edi. Oqqun Xitoy militaristlardan Yang Zongshin, Jinshurin va Shingsaylar Uyg'ur xalqi yaqinqi 3 asr mobaynida o'zlarida saqlab kelgan butun moddiy va ma'naviy imkoniyatlarini egilaridan tortib olgandan sirt yana Uyg'urlarni millat sifatida cho'ng qirg'in qilib, Uyg'ur xalqini 100 yildimi burunqidek gullangan holatda asliga kelmas qilib o'tgan. 1927-yildan 1937-yilga qadar bo'lgan 10 yil ichida Nur Baturning otasi va 3 nafar tog'isi yuqorqi 3 nafar oqqun Xitoylar hokimiyatni egallagan chog'da kayni-kaynidan yo'qotilgan. Bu fojialik qismatlar amdala balaliq davridan o'smirlik davriga qadam qo'yayotgan Nur Baturning nozik va oppoq qalbini qayta asliga keltirgusiz zidilab, uning qalbida milliy va siyosiy zulmlarga va haqsizliklarga qarshi murassassiz kurash qilish irodasi va qotillardan intiqom olish istagi paydo qildi. 1942-yildan keyin sobiq Sovet ittifoqining Shinsega yordamga avatgan mutaxassislari qo'g'lanishga va biroqla tutqun qilinishga boshladi. Oqibat ularning himoyasi ostida o'zini mashqlantirayotgan Osmon Ibrohimov, Nur Obulov va Voshur Mamutov qatorliq 3 nafar yosh yigit Akbar Batur va Qurbon Burhonidinovning yordamida chegaradan qochib chiqib, Olmaota tavasidagi Fatih Baturni asos qilgan harbiy mashqlantirish atritiga qo'shildi. Ular bu joyda birer yildan ko'proq jafoliq harbiy mashq qilgandan keyin Nilqiga qaytib milliy inqilob qo'zg'ashga tayyorlik qilgan. Nur Batur o'zining dushmanni butunlay qaymoqtirish mahoratini tunji qitim 1944-yili 8-oyning boshlarida 7 Batur Sovet chegarasidan ili tarafga o'tganda ko'rsatdi. Sabdoshlarining Nilq tarafga sog'-salomat yetib berishi uchun Nur Batur dushmanlarning diqqatini o'ziga tortib, Gomindangning chegaradagi qismlarini Sovetlarning ta'siridagi joygacha boshlab kirdi. Natijada dushmanlar Sovet ittifoqi chegara mudofaa 40-polk tarafidan qurolsizlantirilib, asirga elindi. 1944-yili 14-avgust kuni Fatih Batur boshlab kelgan 6 Batur Ulastoydagi Akbar Batur tayyorlagan bosh shtab ichida tarixiy bir qurultoy ichib, Ulastoy partizanlari qurolliq atritini qurib chiqdi. Mazkur partizanlar atriti shu kunila Nur Batur va Akbar Baturni yaqin atrofdagi Jalung'ol, Jarto'g'an va Ko'ksoy qatorliq joylarga avatib, shu yerlik har millat xalq ommasini qo'zg'ab, G'uljidagi atalmish Junxo Mingo hukumatining mustamlikchi armiyasini tarmar qiladigan qurolliq atrat qurilganligini jakarladi. 17-avgust kuni dushmanlar ustidan katta nusrat qozongan azimatlar shu yili 5-oktyabr kuni Ulastoydan Nilqi nahiya bozoriga yurish qilib, 7-oktyabr Nilqi nahiyasini ozod qildi. 1944-yili oktyabrdan noyabrgacha bo'lgan bir oy ichida Xitoy ishg'olchilari bilan Sharqiy Turkiston inqilobchilari o'tirsida 9 qitimliq hayot-mamotlik urush yuz bergan. Eng shiddatlik hal qilg'ush urushlar 1-oktyabrdagi Mazar urushi, Mazar Davan urushi, To'qistara urushi va Toshdavan urushi edi.
Ularning ichidagi eng shiddatlik va og'ir bedel to'langan urush 1944-yili 2 noyabrdagi 7 qitimliq Qarasuv urushi edi. Oldingi 6 qitimliq urushda nihoyatda og'ir chiqim tortib kechib ketgan dushmanlar bu qitim 2 dona harbiy aeroplanning himoyasida Qarasuvga qaytadan hujum qilib, Ulastay bosh shtabini ishg'ol qilish orqali milliy inqilobchilarning jasoratini va odoqcha urushishdek irodasini sundirmoqchi bo'lgan. Nur Batur 1940-yillari G'ulji aerodromi ichida ishlayotgan chog'dagi muhim ma'lumotlarga tayinib, G'ani Baturdan bu aeroplanning orqa quyruq qismidagi maybakini o'q tutishini talab qilgan. G'ani Batur 4 odam tasti ko'taradigan Maksim Gorkiy nomli pilotini bir qoram toshga tirab turib, aeroplanning quyruqini o'q tutgan. Bu xil chora qaltis unum berib, dushman aeroplanining quyruq qismidan qapqara is chiqishga boshlagan. G'uljini ozod qilish jarayonidagi qisqagina bir hafta ichida ikki qanoti bo'lgan Akbar Batur va Seyit Baturdan ayrilib qolgan Fatih Batur, ularning o'rniga Nur Batur va O'shur Mamutovlarni yangi sardor qilib tayinlab, ularni G'ani Batur va Osman Baturlarga hamdamda bo'lishga buyurdi. Mazkur 4 Baturning qo'shinlari 1944-yili 11 noyabrdan 1945-yili 11 fevralgacha uda 100 necha shiddatli urushlarni qilib, son-sanoqsiz yerlik aholining jiniga zomin bo'lgan dushmanlarni Harambog', aerodrom, butxona, Bo'rtala va Arshonlarda butunlay yo'qotdi. G'ani Batur Bo'rtala Arshonni ozod qilish urushida yaralanib, Sovet ittifoqiga davolanishga ketgandan keyin Nur Batur, sabdishi Osman Batur, Qurbon Batur va O'shur Baturlar bilan birlikda Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti Milliy Armiya Shimoliy va Markaziy yo'linish qismiga yetakchilik qilib, 1945-yili 7-oyning 5-kunidan 9-sentyabrgacha qutuqliq urushlarni qilib, dushman armiyasini shu yil oxirigacha butun Sharqiy Turkiston miqyosidan to'liq qo'g'lab chiqarish imkoniyatini yaratdi. 1945-yili Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti hukumati Nur Obulovga xalq qahramoni degan eng oliy nomni bergan. Sharqiy Turkiston Milliy armiyasi 1945-yili 11-sentyabrdan toki 1949-yili 22 dekabrgacha Manas daryosi bo'yida to'xtatib qo'yilgandan keyin Nur Batur bu qismatga bardoshlik bera olmay Nilqi tog'larga chiqib ketgan. 1949-yildan keyin Nur Batur o'z davlati va xalqining milliy mustaqilligi uchun jonlarini bergan sabdoshlarga yuz kelolmagandek har kuni qayg'u hasrat ichida o'tgan. U Kompartiyaning turli harbiy va ma'muriy huquq mansablariga qilchi qiziqmagan. Shu vajidan dushmanlar uni ko'zdan yo'qotish uchun harakatga o'tgan. Vaziyatning kun sari yomonlashib ketayotganligini his qilib yurayotgan Nur Batur 1955-yili kuz oylarida peshqadam qo'mondonlari Fatih Batur va G'ani Baturlarga agishib Sovet ittifoqiga chiqib ketgan. Shuningdan buyon uningdan izderak bo'lmagan. Faqat oldingi asrning 80-yillari yozuvchi Zo'rdin Sabri apandi Nur Baturni maxsus yo'qlab berib, mingtasda uning roziligini olgandan keyin Ani yurt romanidagi asosli personaj Nuri Ziyovuddin obrazini Nur Baturning ish izlari asosida yaratgan. Bu asarning nashr qilinishini kapolatga ega qilish uchun asardagi Nuriyni 1947-yili 6 oydagi bir qitimliq banditlarni tozalash harakatida o'lib ketgan holatda tasvirlagan.